Qur'oni Karimdan oxirgi 3 parining tafsiri va musulmonlar uchun muhim bo'lgan hukmlar. Sura Mumtahina Madinada nozil bo'lgan 13 oyat. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bu oyat Atib ibn Abi Balta haqida nozil bo'lgan bo'lib, u Hijriyaning 8-yili Payg'ambar alayhissalomning Makka fathisiga otlanganligi haqidagi ma'lumotni Makka mushriklariga yetkazish uchun xatab etgan. Bu oyat kofirlar bilan har qanday shaklda do'stlashishning cheklanganligini ko'rsatadi. Ular sizlarga kelgan haqiqatni, ya'ni islomni, Qur'onni inkor qilgan tursa, ularga do'stlik yetkazsizlar. Ular Parvardigoringlar Allohga iymon etganinglar uchun payg'ambarni va sizlarni yurtinglardan haydab chiqardi. Agar sizlar mening yo'limda jihad qilib va roziligimni tilab chiqqan bo'lsanglar, u chaqda mening dushmanimni va sizlarning dushmanlarini do'st tutmanglar. Sizlar ularga yo'shurun do'stlik yetkazsizlar. Men sizlar yo'shurgan va oshkorlagan narsalarni bilib turaman. Kimki shunday qiladi ekan, ya'ni ularni do'st tutib, ularga payg'ambarning xabarlarini yetkazadi ekan, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. 2-oyat. Agar ular sizlarni yangsa, sizlarga dushman bo'ladi. Ya'ni agar sizlar ular bilan uchrashsanglar, qalblaridagi dushmanlikni oshkor qiladi. Sizlarga ziyonkashlik qiladi. Ya'ni urudi yoki o'ldiradi va sizlarni tillaydi. Sizlarning murtad bo'lishinglarni orzu qiladi. 3-oyat. Qiyomat kuni sizlarning tuqqanlaringlar va avlodlaringlar sizlarga hech foyda yetkazolmaydi. Ya'ni xuddi Atib ibn Abi Baltadak oilasi uchun kofirlar bilan do'stlashishinglar qiyomat kuni hargizmi manfaat qilmaydi. Balki manfaat qiladigini kofirlarni dushman tutish, ular bilan jihad qilish va ularning tarafini tutmaslikdan iborat Alloh taolaning buyrug'idir. Alloh oranglarni ayirib etadi. Ya'ni sizlar jannatda bo'lsanglar, ular kuffarlar bilan birga do'zaxda bo'ladi. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. 4-oyat. İbrahim va uning bilan birga bo'lgan mo'minlar sizlarga haqiqatan obdan namundir. Ya'ni Hatib xuddi İbrahim otasi va qavmidan ada juda bo'lgandek, senmi ada juda bo'lsang bo'lmasmidi? O'z vaqtida ular qavmiga haqiqatan biz sizlardan va sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlaringlardan ada judamiz. Bizning oramizdagi adovat va o'shmanlik toki sizlar yolg'iz bir Allohga iymon etganinglarga qadar abadiy saqlanib qoladi, dedi. Faqat İbrahimning otasiga aytgan, albatta sana mag'firat tilayman. Allohning azobidan hech narsani sendan dafi qilolmayman degan so'zini sizlarning namun qilishinglarga bo'lmaydi. Ya'ni mushriklarning gunohini tilmanglar. İbrahim alayhissalomning yuqorqi so'zi bo'lsa, ilgirki qilgan va'dasi uchundir. Bu haqda bir oyatda mundaq kelgan. İbrahimning otasiga mag'firat talab qilishi uningga ilgirki qilgan va'dasini o'rlash uchun edi. Uningga otasining Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan ada juda bo'ldi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'p chekkuchi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan arsiyatlarga chidamliq edi. Sura Tavba 114-oyat. İbrahim va uning bilan birga bo'lgan mo'minlar aytdi: Parvardigorimiz, sana tavakkul qildik, sana qaytdik. Oxir qaytadigan joy sening dargohingdir. 5-oyat. Parvardigorimiz kofirlarning bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmagan. Mujohid bu oyatni
Parvardigorimiz ularning qo'llari bilan bizni azoblamag'in deganlik bo'ladi deb tafsir qiladi. Parvardigorimiz bizga mag'firat qilg'in. Sen haqiqatan g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uchisan. 6-oyat. Ey Muhammadning ummati, İbrahim va uningga ergashgan mo'minlar, sizlarga Allohni va oxirat kunini umid qildiganlarga, Alloh taolodan dunyo oxiratda umid kutadiganlarga yaxshi namundir. Kimki iymondan yuz o'raydigan, bilsinki, Alloh uningdan va undaqlardan behojatdir. Alloh marhiyaga loyiqdir. 7-oyat. Balkim Alloh sizlar bilan sizlar o'ch ko'radigan odamlar orasida do'stlik paydo qiladi. Ya'ni sizlar bilan mushriklar orasida do'stlik paydo qiladi. Bundaq bo'lish ularning islomga kirib, musulmonlar bilan bir dinda bo'lish bilan bo'ladi. Ayni vaqtda Makka fathi bo'lgandan keyin bir bo'lik kishilar iymon etib, islomda nihoyat yaxshi ishlarni qilgan. O'zlaridan ilgari iymon etganlarga do'stlik izhor qilgan, jihad qilgan va Alloh taologa yiqilishadigan nurg'un ishlarni qilgan. Payg'ambar alayhissalom Abu Sufyanning qizini olgan bo'lsa-mu, toki fathi kuni Abu Sufyan islomga kirmagicha ular orasida do'stlik paydo bo'lmagan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Allohning dinini qo'g'dash uchun murtadlar bilan birinchi qatim urush qilgan kishi Abu Sufyan edi va yuqoridagi oyat uning haqida nozil bo'lgan edi. Alloh har narsaga qodirdir. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. 8-oyat. Kuffarlardan sizlar bilan urush qilmagan va sizlarni yurtinglardan haydab chiqarmaganlarga kelsak, Alloh ularga sizlar rahim qilish, qushning va mehmonning haqqini ado qilgan o'xshash yaxshilik qilishinglardan ularga va'daga vafo qilish, omonatga xiyonat qilmaslik va setib olgan narsaning haqqini ozroqmi kamaytmasdan ado qilishga o'xshash ishlarda adil bo'lishinglardan sizlarni to'smaydi. Shubhisizki, Alloh odillarni do'st tutadi. Alloh din uchun sizlar bilan urushgan, sizlarni yurtinglardan haydab chiqargan va sizlarni haydab chiqarishga yordamlashganlarni do'st tutishinglardan sizlarni to'sadi. Ular ayni chaqdagi Quraysh va ularning qo'l chumoqlaridan musulmonlarni haydab chiqargan va ularga urush ochganlardir. Kimki ularni do'st tutadigan, ular zolimlardir. Chunki ular Allohga, payg'ambariga va kitobiga dushman bo'lgan kofirlarga dushman bo'lishning o'rniga do'st bo'ldi. 10-oyat. Ey mo'minlar, sizlarga mo'min ayollar kofirlarning ziminidan hijrat qilib kelsa, ayni chaqda payg'ambar alayhissalom Hudaybiyada Quraysh kofirlari bilan sulh tuzganda, kofir tarafdan biri musulmon bo'lib kelsa, uni Quraysh tarafga qaytarib berishga kelishgan edi. Ammo u tarafdan ayol kishi musulmon bo'lib kelib edi. Alloh u ayolni qaytarib berishni to'sib, ularni, ya'ni ularning islomga bo'lgan rag'batini sinab ko'ringlar. Ya'ni agar ular erni yomon ko'rib qilib yoki bir yurtdan yana bir yurtga yo'tkalgusi kelib qilib va yoki mol dunyo ko'zlab kelmay, faqat Alloh va Allohning payg'ambarini yaxshi ko'rgan va dinni izlagan holatda kelganligi haqida qasam ichsala, payg'ambar alayhissalom uning eriga ayoliga bergan mehrini va qilgan chiqimni qaytarib berib, u ayolni qaytarib bermaydi. Ularning iymonini Alloh obdan biladi. Agar ularni sinagandan keyin haqiqiy mo'minlar deb to'nsanglar, ularni kofirlarga qaytarib bermanglar. Ular kofirlarga halol emas. Kofirlarmi ularga halol emas. Musulmon ayol hijrat qilish orqali emas, faqat iymon etishi bilanla kofir erdan ayrilib ketadi. Kofir erlarning ularga bergan mahrini
qaytırıp beringlar. Ularning mahrlarini berib, u ayollarning ididi to'shqandan keyin nikohinglarga olsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kafir ayollarni amringlarda saqlamanglar. Dastlabki mezgillarda kafir ayoli barlar dinning o'xshamasligi sababidan ajrashib ketmaydi. Musulmon kafir bilan, kafir musulmon bilan elib tegishadi. Bu oyat u odatni amaldan qoldirdi. Bu hukm mushrik kafirlarga xos bo'lib, ahli kitob kafirlarga xos emas. Ularga bergan mahrimlarni talab qilinglar. Kafirlarmu hijrat qilib kelgan mo'min ayollariga bergan mahrlarni talab qilsin. Shu chaqda bir musulmon ayol kafir tarafga murtad bo'lib ketsa, uning mehrini qaytarib beringlar, deydi. Agar kafir tarafdan bir ayol musulmon bo'lib kelsa, uning mehri haqqini kafir eriga qaytarib beradi. Allohning hukmi ana shu. Ya'ni Hudaybiya kelishimdan keyin kelishim tuzganlarga shundoq. Ammo kelishim tuzmaganlarga bu hukm ijro qilinmaydi. Bu oyat amaldan qolgan bo'lishi mumkin. Imom Qurtubi mundaq deydi: mehrni qaytarib berish shu qisqagina vaqt uchun xosdir. Ammo xotindan biri musulmon bo'lsa, ularni ayirib o'tish hukmi mangulikdir. Alloh oranglarda hukm chiqaradi. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. 11-oyat. Agar sizlarning ba'zi ayollaringlar kafirlarga kirib ketsa, kafirlar bilan urushib g'animat olgan vaqtinglarda ayollari kafirlarga kirib ketgan kishilarga g'animatdan ularning bergan mahrining miqdorini beringlar. Ya'ni musulmonlardan birining ayoli kuffarlar tarafga qochib ketsa, sizlar kuffarlar bilan urushib olgan g'animat moldan mazkur ayolning eriga mahrim miqdori mol beringlar. Sizlar o'zinglar ishongan Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni o'zinglarni azobga duchor qilib qo'yadigan amallardan hazar aylanglar. 12-oyat. Ey payg'ambar, mo'min ayollar sana kelib, Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zina qilmaslikka, bolalarini jaholiyat davridagidek qiz bolalarini nomusdan yoki kambag'allikdan qo'rqib o'ldirmaslikka, boshqalarning bolasini yolg'ondan erlarning bolasi qilib olmaslikka. Imom Farra mundaq deydi: ayni zamonda ayol kishi boladan birini tepib olib, eriga bu sendan bo'lgan bola deydi. Ibn Abbas raziyallohu anhu mundaq deydi: ba'zi ayollar qiz bola tug'ib, uning o'rniga o'g'il bolani almashtirib oladi. Sen buyurgan yaxshi ishlardan bosh tortmaslikka, ya'ni voysab yig'lash, kiyimni yirtib yig'lash, chechini yulib yig'lash, yaqisini yirtib yig'lash, yuzni tatilab yig'lash va voysab duo qilish qatorliq cheklangan ishlarni qilmay, Allohga itoat qilishga yuqorqi shartlar asosida bay'at qilsa, ularga bay'at qilgin. Ular uchun Allohdan mag'firat tilegin. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilguchidir, nihoyat mehribondir. 13-oyat. Ey mo'minlar, Alloh g'azab qilgan qavmini, ya'ni barliq kofirlarni, ba'zilar faqat yahudilarni deb qaraydi. Do'st tutmanglar. Ular oxiratning savobidan qabrlarida yotgan kuffarlar umidini uzgandek haqiqatan umidini uzdi. Sura Sab. Madinada nozil bo'lgan 14-oyat. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. 1-oyat. Osmonlardagi narsalar, ya'ni farishtalar va zimindagi narsalar, ya'ni insonlar, o'simliklar, jonsiz shaylar Allohga tasbih etdi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. 2-oyat. Ey mo'minlar, sizlar nima uchun qilmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Ibn Abbas raziyallohu anhu mundaq deydi: ayni chog'da jihad farz qilishdan ilgari musulmonlardan ba'zi kishilar kashki
Allah bizga eng suyumlik amalni deb bergan bo'lsa, biz shuni qilgan bo'lsak deyishadi. Shu chaqda eng suyumlik amalning Allah yo'lida jihad qilish ekanligi xabar qilinadi. Ularning ba'zisiga ig'ir kelib, uni yomon ko'rdi. Shuning bilan yuqoridagi oyat nasil bo'ldi. 3-oyat. Sizlarning qilmaydigan ishni qilamiz deyishinglar Allohning dargohida eng o'ch ko'riladigan narsadir. Aytilishicha, bu bir jamoat kishilar bo'lib, ular payg'ambar alayhisolamning qishig'iga keladi. Ulardan biri men qilchim bilan mundaq odamlarni chopdim deydi. Amniyatda ular bu ishlarni qilmagan edi. 4-oyat. Shubhisizki, Allah o'zining yo'lida mustahkam binodek saf bo'lib jihad qilganlarni, ya'ni urush maydonida dushmanlarga uchrashgan chog'da mavqasida sabotliq turib g'azot qilganlarni do'st tutadi. Payg'ambar alayhisalom ishning beshi islomdir. Uning to'rigi namozdir. Cho'qqisi jihoddir degan. 5-oyat. O'z vaqtida Musa qavmiga Alloh taolo yuqoridagi oyatda Alloh yo'lida jihad qilganlarni yaxshi ko'rganligini zikr qilgandan keyin bu oyatda Musa va Isa alayhisalomlarni tavhidga va jihad qilishga buyurganligini, u ishqa xiloflik qilganlarga azobning haq bo'lganligini bayon qilish orqali Muhammad alayhisalomning ummatini Musa va Isa alayhisalomlarning qavmining qilgan ishlarini qilib silishdan ogohlantirdi. Ey qavmim, mening Allohning sizlarga avatgan payg'ambar ekanligimni bilib turib, sizlar Alloh sizlarga farz qilgan shariatlarga qilgan buyruqlarimga xiloflik qilish yoki meni tillash, kamsitish orqali menga nemishqa azor bersizlar dedi. Ular haqdan burilib ketgandan keyin Alloh ularning dillarini hidoyatdan buyurib etdi. Alloh fosiq qavmini hidoyat qilmaydi. 6-oyat. O'z vaqtida Maryamning o'g'li Isa: "Ey Isroil avlodi, men sizlarga haqiqatan Alloh avatgan, mendan burun kelgan Tavratni tasdiq qilguvchi, mendan keyin keladigan Ahmad ismli payg'ambar bilan xush xabar berguvchi payg'ambarman" dedi. Ya'ni men Tavratga hech qanday zid kelmaydigan Injilni elib keldim. Uningda mening xush bishoratlarim bor. Shundoq tursa, yana nima uchun mendan qochisizlar va menga qarshilik qilasizlar? Bu oyatdagi Ahmad bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni ko'rsatdi. Isa ularga ro'shan mo'jizlarni elib kelgan chog'da, ular bu o'p-o'chiq sehrdir dedi. 7-oyat. Islomga da'vat qilinib etib, Allohga yolg'onni, ya'ni Allohning sherigi bor, bolasi bor degandek so'zlarni chaplagan kishidimi, zolim kishi bormi? Islom dini bo'lsa, eng hurmatli va eng yaxshi dindir. Odatda undaq hurmatli, yaxshi odamga bo'xton chaplanmaydigan tursa, qandaqmi Parvardigorga bo'xton chaplansin? Alloh zolim, ya'ni kofir qavmini hidoyat qilmaydi. 8-oyat. Ular Allohning nurini, ya'ni Allohning dinini va nurliq shariatni ig'izlar bilan o'chirmoqchi bo'ladi. Yana ularning yolg'on yavodoqlar orqali islomni yo'qotish va uning hidoyatini to'sish uchun qilgan tirishchiliklari xuddi katta bir nurni ig'izi bilan po'lab o'chirmoqchi bo'lgan odamning holiga o'xshaydi. Kofirlar yomon ko'rgan taqdirdami, Alloh o'zining nurini, dinini olamga oshkor qilish va boshqasidan ustun qilish orqali mukammal qilg'uchidir. 9-oyat. Mushriklar yomon ko'rgan taqdirdami, Alloh haq dinni barliq dinlar ustidan g'olib qilish uchun payg'ambarini hidoyat bilan va
haq din bilan avatdi. 10 oyat. Ey mo'minlar, sizlarga sizlarni qattiq azobdan qutuldirgan bir tijoratni ko'rsatib qo'yaymi? Bu oyatda amallar tijorat deb ataldi. Chunki amal qilguvchilar, tijoratchilar foyda olgandek foyda oladi. Ularning foydasi bo'lsa jannatga kirish va do'zaxdan qutulishdir. Tuvandagi 2 oyatda zikr qilingan iymon va jihoddan iborat bahosi Allohning jannati bilan qo'yilgan tijorat haqiqiy foydali tijoratdir. 11 oyat. Allohga va uning payg'ambariga chin iymon etqaysizlar. Allohning yo'lida melinglar bilan, jininglar bilan jihad qilgaysizlar. Agar bilsanglar, sizlar uchun bu yaxshidir. 12 oyat. Shunda qilsanglar, Alloh sizlarning gunohinglarni mag'firat qiladi. Yuqoridagi oyatda tijorat qiladigan molni tonishtirdi. Tuvandagi oyatlarda va'da qilgan molning baholarini tilga elib mundaq deydi. Sizlarni ostidan o'zdanlar yiqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Doimiy turalg'i bo'lgan jannatlardagi go'zal saroylarda turg'izadi. Bu cho'ng muvaffaqiyatdir. Mana bu tangdishi yo'q g'alaba bo'lib, uningdan ortiq g'alaba bo'lmaydi. 13 oyat. Sizlarga marhamat qilinadigan, sizlar yaxshi ko'radigan ikkinchi bir ne'mat Allohdan keladigan nusrat va yaqin g'alabadir. Ya'ni Makkaning fathi qilinishidir. Hatta mundaq deydi. Oyatda ko'rsatilgani Rum bilan Farisning fathi qilinishidir. Ey Muhammad, mo'minlarga dunyodagi g'alaba va fathilardan, oxiratdagi jannatdan xush xabar bergin. 14 oyat. Ey mo'minlar, havariyonlardek, ya'ni Isa alayhissalomga dastlabda iymon etgan mo'min qavmidek Allohning yordamchilari bo'linglar. Ya'ni Allohning diniga qilayotgan yordaminglarni davomlashtiringlar. Maryamning o'g'li Isa havariyonlarga Allohning da'vatini tabliq qilishda Allohga kimlar yordamchilarim bo'ladi dedi. Havariyonlar biz Allohning yordamchilarimiz dedi. İsrail avlodidan bir toifa iymon etdi. Dastlabda iymon etganlar 12 kishi edi. Ya'ni bir toifa kofir bo'ldi. Mo'minlarga ularning o'z dushmanlariga qarshi turishida yar yo'lakda bo'ldik. Shuning bilan mo'minlar g'olib bo'ldi. Qatada Alloh taolaning yordamchilari bo'linglar degan oyat haqida mundaq deydi. Allohga shukrlar bo'lsinki, ayni chaqda Aqaba degan joyga payg'ambar alayhissalomni qo'g'dash va Allohning dini nusrat topgan qadar uningga yordam berish uchun bay'at qilishga 70 kishi keldi. Payg'ambar alayhissalom Aqabada uchrashgan biriga sizlardan 12 odam chiqib, xuddi havariyonlar Maryamning o'g'li Isoga kepil bo'lgandek o'z qavmiga kepil bo'lsin dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom talanib chiqqan 12 kishiga sizlar havariyonlar Maryam o'g'li Isoga kepil bo'lgandek o'z qavminglarga kepil bo'lamsizlar. Men o'z qavmimga kepil bo'laman dedi. Ular ha kepil bo'lamiz dedi. Sura Juma Madinada nozil bo'lgan 11 oyat. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan boshlayman. 1-oyat. Allohga osmonlardagi va zamindagi narsalar tasbih aytadi. Alloh podshohi mutlaqdir. Hamma nuqsonlardan pokdir. G'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. 2-oyat. Alloh ummatlarga, ya'ni arablarga ummining asli ma'nosi o'qish va yezishni bilmaydigan savodsiz degan bo'ladi. Chunki ayni zamonda arablar o'qish, yezishni o'qimaydi. Ularning ichidan bir payg'ambarni, ya'ni Muhammad alayhissalomni avatdi. U, ya'ni payg'ambar ularga garchi o'qish, yezishni bilmaydigan birarsidan ta'lim olmagan bo'lsa-mu,
Qur'on oyatlarini o'qib beradi. Ularni kufrining, gunohning va yomon axloqning mehnatchiligidan pok qiladi. Ularga kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni payg'ambarning sunnatini o'rgatadi. Garchi ular ilgari ochiq gumrohlikda bo'lsa-mu, ya'ni shirk aqidasida va haqdan yiroqlab ketgan bo'lsa-mu. 3-oyat. Hamda payg'ambarni texi ularning zamonida bo'lmagan, keyin keladigan ikkinchi bir qavmiga avatdi. Ya'ni qiyomatgacha keladigan musulmonlarga avatdi. Payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligi zamondoshlariga emas, balki qiyomatgacha keladigan kishilarga umumiydir. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sura Juma nazil bo'lganda payg'ambar alayhissalomning qishida o'ltiratdik. Uni bizga o'qib berib, hamda payg'ambarni teg'i ularning zamonida bo'lmagan, keyin keladigan ikkinchi bir qavmiga avatdi degan oyatga kelganda biri payg'ambar alayhissalomga mundaq dedi: "Ey Allohning payg'ambari, kimlar u bizga uchrasha olmaganlar?" Payg'ambar alayhissalom qo'lini Salmon Farisning mo'risiga qo'yib turib mundaq dedi: "Mening jinim uning ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, agar iymon o'kar yulduzda bo'lgan bo'lsa, shu yerdagi kishilardan bir munchisi iymondan nisib olgan bo'ladi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir." 4-oyat. Mana bu Allohning fazlidirki, uni xohlagan odamga beradi. Alloh ulug' fazl egasidir. 5-oyat. Tavrotni ko'tarishga, ya'ni amal qilishga taklif qilingan, ondan uni ko'tarmaganlar, ya'ni Tavrot berilgan va uningga amal qilishga taklif bo'lsa-mu, uningga amal qilmagan va hidoyatdan foydalanmagan yahudilar xuddi kitob yuklangan eshakka o'xshaydi. Ya'ni foydali cho'ng kitoblarni ustiga ortib olgan, charchashdan boshqa ulardan hech qanday foydalanolmaydigan eshakka o'xshaydi. Allohning oyatlarini inkor qilgan qavmining misoli nima degan yomon. Bu o'rindagi o'qitish yahudlarga munosib holatda berilgan bo'lib, ya'ni ey musulmonlar, sizlar ularni do'rab qolmanglar deganlik bo'ladi. Alloh bu oyatda payg'ambar alayhissalomni munbarda xutba o'qigan holatda tashlab qo'yib, tijoratga ketib qolgan musulmonlarni ogohlantirgan. Payg'ambar alayhissalom mushu mazmunda mundaq degan: "Juma kuni imom xutba o'qiyotganda gap qilgan odamning holati ustiga kitob ortib olgan eshakka o'xshashdir. Uningga jim tur deguvchining jumasimi juma bo'lmaydi. Alloh zolim qavmini hidoyat qilmaydi." 6-oyat. Ey Muhammad, aytqinki, ey yahudilar, agar sizlar boshqalarni emas, faqat o'zinglarnila Allohning do'stlari deb da'vo qiladigan bo'lsanglar, yahudlar o'zini boshqa millatdan yuqori martabalik, Allohning do'stlari, Alloh yaxshi ko'radigan bolalari deb da'vo qiladi. Shunga Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni bu botil da'vo egalariga undaq bo'lgandan keyin oxiratning rohatiga tezroq yetish uchun o'limni orzu qilib beqinglar. Agar bu da'voinglarda rostchil bo'lsanglar, deyishga buyurdi. Chunki har qanday kishi o'zining jannat ahlidan ekanligini bilsa, u bu dunyodan qutulishni yaxshi ko'radi. 7-oyat. Ular qilgan kufrlik, fosiqlik, kitobni o'zgartib etishdan iborat o'zlari biladigan gunohlari tufaylidan o'limni hargiz orzu qilmaydi. Alloh zolimlarni bilguchidir. 8-oyat. Ey Muhammad, sizlar qochadigan o'lim cho'qim sizlarga yo'liqidi. Ondan sizlar g'aybni va oshkorni bilguchi Allohning dargohiga qaytirilasizlar. Alloh sizlarga qilmishinglarni aytib beradi degan. 9-oyat. Ey mo'minlar, juma kuni juma namoziga azon aytilsa, bu oyatdagi azondan juma kuni imom munbarga chiqqan chog'dagi azon
ko'zda tutildi. Chunki payg'ambar alayhissalomning zamonida uningdan boshqa azon aytilmaydi. Birinchi azon bo'lsa Osman raziyallohu anhuning xalqlik davrida Madina kengayib ketganligi uchun qo'shib qo'yilgan. Allohni yod etishga, ya'ni juma xutbasini anglashga va juma namozini masjidda ado qilishga, uning tayyorliklaridan g'usl qilish, tahorat ilish va namozga minishga oldirib beringlar. Ilm setimni qo'yib turinglar. Ya'ni azon chiqqan hamon ilm setim va boshqa barliq muomalalarni qo'yib turinglar. Bu chaqda ilm setim qilish halol bo'lmaydi. Agar bilsanglar, bu ya'ni ilm setimni tashlab namozga oldirash berilgan ajrlarning sababidan sizlar uchun yaxshidir. 10-oyat. Namoz o'qilib bo'lganda, ya'ni namozdan farig' bo'lganlardan keyin ziminga tarilib, ya'ni o'z mashg'ulotinglar bilan bo'lib, Allohning faslidan, ya'ni tijorat va kasb qilish orqali Allohning bandalariga marhamat qilgan rizqlarini talab qilinglar. Maqsadlarga erishish uchun Allohni ko'p yod etinglar. Ya'ni ilm setim qilganda Allohning dunyo va oxiratlik yaxshiliklarga boshlab qo'yganligiga ko'p shukr qilinglar. Shundaqla Allohga yaqinlashtiradigan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deyish va istig'for aytishni tashlamanglar. 11-oyat. Ey Muhammad, ular biror tijoratni yoki tamoshni ko'rsa, seni o'ri turib xutba o'qiyotgan peting tashlab, uningga, ya'ni tijoratga yuguradi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Allohning dargohidagi narsa, ya'ni katta savob jannat, sizlarning payg'ambar alayhissalomni xutba o'qigan holatda tashlab qo'yib ketib qolgan tomoshadan va tijoratdan yaxshidir. Alloh rizq beruvchilarning eng yaxshisidir. Bu oyatning nozil bo'lish sababi ayni chaqda Madinada yo'qsullik va ocharchilik yuz berdi. Bir juma kuni payg'ambar alayhissalom xutba o'qiyotganda Sham zamindan bir tijorat karvoni keldi. Shuning bilan jamoat shu karvonning qishig'iga chiqib ketdi. Masjid faqat 12 odam qoldi. Yana bir rivoyatda qilib qolganlarning orasida 7 ayol bor deyilgan. Assalom qeyratishim, davomga davomli diqqat bergaysiz. Allohga omonat.